Assalomu alaykum. Birorta tikilgan chokni so'kib menga o'xshab asabiylashganlar bormi? Sizlarga zo'r yechim. Bilasizlar, so'kayotganda judayam qiyin bo'lib mayda chokni so'kkanda asabilar tamom bo'ladi. Endi buni yechimi bor. Mana igna, ip sotadigan, furnitura sotadigan magazinlarda sotadi buni. Taxminan 5000 so'm bo'lsa kerak. Yumaloq tarafini, bukilgan tarafni ichki tarafiga o'tkazasizlar va yurgizasizlar. Shunaqangi oson va tez bitadi eshiklar. Tezda so'kib olasizlar. Oshiqcha asabiylashish bo'lmaydi, ishinglar tez bo'ladi. Bu bilmaganlar uchun, bilganlar uchun emas. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'ling.